Echkichamiz baraka yopdi. Qancha chelagini rostlab qo'ysam ham babi to'kib yeydi bu. Shunday. İçinden ajratib yeydi barglarni. Mashina olmani barglaridan, zaldorini barglaridan bir mahal shuni sotilda beraman, to'kib yeydi mashina. Bunga sherik olmoqchiman, xudo xohlasa. Mana shu kelasi oy nima qilib videoga tushiraman, bozordan olib kelgandan keyin. Mashina arzonroq tushib qolsa, bitta bunga sherik olib kelmoqchiman oldiga. O'zi ham o'tiradi, ovozi chiqmaydi, quyonlarga qaraydi, ovoz oldiga jonzot qimirlab o'tiradi, ovozi chiqmay. Endi baribir ham shuna o'tlarni laganda isrof qilibdi, oldiga bitta sherik bo'lsa, o'sha ham yeb o'tiradimi demoqchi edim, xudo xohlasa. Oldiga bitta sherik ham olmoqchiman. Bittani ham boqib bilaman, ikkitani ham boqaman. Bu kelgan kunlari mayda nima edi? Xudoga shukr, bir oy bo'ldi. Ancha bo'ylar cho'zilib, update'lar ochilib, yo'q mol ham, ana shu mayda chorva ham nima qiladi? Stress oladi, bozordan kelib yana bitta bir joyga o'rganish kerak. Bu ko'chaga, cho'lga yurgan, может xonaga o'rganib, update olgancha, o'rganib, bu muhitga o'rganib olgancha, boshqa muhitdan boshqa muhitga o'tganda ana shuna chorva ham stress oladi. Shuning uchun ancha o'rganib qoldim. Bu yoqqa quyonchalarimiz yana chiqamiz deb, ana ovoz chiqaribdi, taqar qilib. Ana chiqamiz deylar, qo'lchalarni, hali nima tagidan italaylar. Bular ko'p ko'chaga ana shu yerga o'rganganda yurimiz deylar. Quyonchamiz yotgan, qorinchasi teggan. Bolachalar o'ynab o'tiribdi dirkillab. Mashina nima bularni qorinchasini to'yg'azgandan keyin tomosha qilib o'tiraman. Ancha bu ham qorinchalar to'yqamasi yotibdi. Ana endi kuniga bir mahal qarasangiz ham bo'ladi. Men ikki mahal qarayman, chunki qancha yaxshi parvarish qilib ikki mahal kelib xabar olib, oyoq tagini nam bermasligi kerak, qarab ketaman. Keyin ikki mahal narsa beraman. Shu uchun ham o'rganib qolganman ikki mahal qarashga. Uydaligim uchun. Agar bironta joyda ishlasangiz,